Moviy tog'lar. O'zbekiston ham sayohat, ham ziyorat uchun qulay mamlakat. Shavkat Mirziyoyev. To'ppa-to'g'ri. Tabiatini go'zalligini qarang. Oilaviy kelishga zo'r joylar ekan. O'zbekiston go'zal go'shadir. Tabiati undan ham go'zal. Bu go'zallikni hamma ham sizga ulasha olmaydi. Mazza qilib, oilaviy kelib dam olib ketadigan joylar ekan. Foydali ma'lumot, lokatsiya so'raganlar uchun Yandex kartaga Angren Moviy tog'lari deb yozsangiz chiqar ekan va to'g'ri shu yerga olib keladi. Atrofi go'zalligini qarang. O'rmon xo'jalik, tabiatini qarang, go'zalligini. Allohning mo'jizasi. Xullas oilaviy kelib dam olaman desangiz, pastda tapchanlar, xullas bu yoq tomonimizda tepada kottejlar bor ekan. 1 kunga, 2 kunga, 3 kunga olsangiz bu narxi qimmat emas. Yo'llari ham yomon emas. Faqat tog'li hududda ozgina shag'alli yo'l, lekin tekis. Yomon emas, bemalol yurib kelsangiz bo'ladi. Xullas, oilaviy kelib dam oladigan zo'r joy. Allergiyasi borga, davleniyasi, astmasi bor joylarga juda ham zo'r joylar. Qarang atrofi go'zalligini.